ish yo'qotildi AI sababli. Endi men qaysi pozitsiyani tanlasam yaxshiroq bo'ladi? Ya'ni ertaga 5-6 yildan keyin ishsiz qolib ketmasligim uchun yoki bo'lmasam 3 yildan keyin. Xuddi mana shunaqa AI ishimni o'g'irlab qo'ymasligi uchun. Qaysi pozitsiya hozirda yaxshiroq? Uni prognoz qilish qiyin. Men aytgan bo'lardim, har doim o'zingizni boyitib borishingizni, masalan, case bilan har doim isbotlashga harakat qilaman. Qarangda, bizada bitta men hurmat qiladigan xodimimiz bor. Ular universal soldatdagi ko'rinadi. Lekin yo'nalishlari bir xil har doim. Ular ham web razработка qiladilar. Endi siz tasavvur qiling, ham grafik dizayn qiladi, ya'ni post ismi, tam post materiallar va hokazo. UX UI ham qiladilar, motion ham qiladilar, VFX ham qiladilar va hokazo. To есть mana shu temalarni birlashtiradigan направление qanaqa bo'lishi mumkin? Tushunasizmi? Ularga xuddi shu savol berganman. Nimaga siz web razработка bilan ham shug'ullanasiz? Vashshi grafik dizayndan alohida tema ko'rganman. Nega shag'lat deyapti? Vizual deyapti. Menga vizual yoqadi deyapti. To есть meni направлением bu vizual. Vizualga tegishli hamma narsani men o'rganishim kerak deyapti. Tushunasizmi? Bu qanaqadir darajada ekosistema.